Kuyov qo'lingiz ancha kelishibdi-a? Tayyormisiz Dadjon? Qani? Yo'q. Qani? Yeb. Qani? Ayoq granatasi ketdi. Dadajon, hozir siz bilan bitta o'yin o'ynaymiz. Stol ustida ikkita stakan bor. Bittasida suv, bittasida zahar. Suv ichsangiz ko'proq yashaysiz. Zahar ichsangiz nasmert o'lasiz. Qaysi birini tanlaysiz? Stakan bitta-ku. Suv men ichib bo'ldim. Boshqa variantim yo'qmi? Bor albatta. Samasolda bosib o'tib ketaman, tirik qolsangiz baxtingiz. Tinchlikmamsa nima bo'ldi? Hamsa kuyov meni o'ldirmoqchi. Nimaga o'ldiradi? Niyatini bilib qoldim. Uy-joylarimni olmoqchi meni o'ldirib. Vasiyat sizga qoldirmoqchiman. Menga biron nima bo'lib qolsa, uy-joylarim, mashinalarim sizniki. Jonajon qo'shnimsiz. Rostmi? Sizga qoldiraman. O'z yoshligida bo'rak shamollagan. Bitta yaxtak suv bersangiz shamollab o'yladi. Bering tamom. Tushunmadim, siz nimaga mana ishga qatishyapsiz? Hey, o'zim sizga yordam berasim keldi. Yomon ko'raman-da mana. Qaynotang. Bo'ldi, qaynotam hamsiyasi. Qo'ynimda ilon saqlay yurgan ekanim.